aziz ota-onalar, hurmatli mehmonlar va o'qituvchilar. Bugun maktabimizda tantanali, ammo biroz hasadli kun. Chunki siz aziz bitiruvchi bugun maktab bilan xayrlashyapsizlar. Bizlar esa sizlarning jajji uka va singillaringiz maktab ostonasiga endigina qadam qo'ymoqdamiz. Sizlar maktabdagi eng zo'r, eng aqlli va eng ibratli o'quvchisizlar. Bizlar esa sizlardan o'rganamiz. Kitoblarni o'qishni, maktabda odob bilan yurishni va ibratli o'quvchi bo'lishni sizlardan o'rganamiz. Sizlarni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sizlar ketayapsizlar. Biz esa qolayapmiz. Maktabni, do'stlaringizni, o'qituvchilarni sog'inasiz. Bizlar esa sizlardek ibratli o'quvchi bo'lishga va'da beramiz. Aziz bitiruvchi, oldingizda ulkan yo'llar ochilmoqda. Vatanga xizmat qilish, ota-ona iftixoriga aylanish haqiqiy xizmatingiz bo'lsin. Bitiruvchilarimiz, o'zingizni birinchi sinfda tushgan rasmingizni topib, o'zingiz kelib qabul qilib olishingizni bolajonlardan iltimos qilamiz. Bir bolalikka qaytamiz. Bolaligim seni sog'indim. Qani ko'rib, toping, chiqaring, Sodiqjonni chiqaring. Toping o'zingizni. Chiqib o'zingizni rasmingizni toping. Qani kim? Top. Bittasi yo'qmi? Nomadi. Ana u yerda qo'lani qo'llatib ha topdi. Rahmat, jajji bolajonlarimiz. Sizlar ham xuddi mana shunday akajonlar va opajonlarga o'xshab, mana shu maktabni muvaffaqiyatli tugatishlik sizlarga ham nasib qilishini Yaratgandan so'rab qolamiz va o'z joylaringni egallab olishlaring so'raladi. Marhamat. Qarshdagilar. Hurmatli mehmonlar, biz maktabimizda 4-sinf o'quvchilarimiz bugun boshlang'ich ta'limni tugatib, yuqori sinf o'quvchi maktabga ketishmoqda. Ularni ham o'zlariga yarasha ham o'zlariga tabriklari, ham 11-sinf o'quvchilarimizga bitiruvchilariga tabriklari bor.